Assalomu alaykum qassob aka, hormang. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat, men ham shu qassob bo'lmoqchi edim. Shogirdlikka olmaysizmi aka? Olaman. Faqat halol qassob bo'lishing uchun qasamyod qilishing kerak. Qasamyod qilmasam qassob bo'la olmaymanmi? Umuman iloji yo'q qasamyod. Ha, yo'q. Qassoblar qasamyodi. Men oddiy fuqaro G'ayrat Mahmudov qassoblar safiga kirar ekanman. Kasal, qari, o'lgan mollarni so'yib, bir so'z bilan aytganda, vizib go'shtlarni sotmaslikka 10-15 mingdan qochib salafan paket olmasdan go'shtni gazetaga, bolalarimni daftarini qog'ozlariga o'rab bermaslikka. Klient kelib 100 minglik go'sht torting desa, aka 120 minglik bo'lib qopti, bo'laveradimi deb baribir o'sha go'shtni 120 mingga o'tkazmaslikka. Ustadan duoni olib siraz ikkita shogirdni qassobxonaga tashab, o'zim gapma-gap choyxonada yurmaslikka. Echkili go'shtini qo'yniki deb sotmaslikka. Shogird olgandan keyin ularga faqat mashina yuvdirib, uydagi boshqa ishlarni qildirmasdan qassobchilikni ham o'rgatishga. Klientni oldida go'shtni lahm joyidan kesib taroziga qo'yayotganda orasiga suv aytib yubormaslikka. O'zimda nasos bo'lib turib, qo'yni shogirdlarga puflatmaslikka. Tekshiruv kelib qolganda 65 ming naqd ilib qo'yib, ular ketgandan keyin yana 100 mingdan sotmaslikka. Qo'yni lampochkasini faqat alkashlarga, bo'ydoqlarga sotmasdan dakanvozlarga ham sotishga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Bo'ldimi? Usta, endi men ham shogird qilib olasizmi qassobchilikka? Bo'ldi, qabul qildim seni. Ma, mashinani mo'yka qilib ket, keyin uyda ham ishlar bor birlikda.